Hafta to'y bo'lsagina shu pulini qoplaydi yo qoplamaydi yoki qarzga chiqadi. 2-3 yildan beri 5 yillab qarz to'layotgan san'atkorlar bor hozirgacha. 2026-yil sentyabr oyidan boshlab san'atkorlarning to'y va boshqa xizmatlardan oladigan daromadiga soliq joriy etilishi haqidagi xabarlar keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Ular rasxod qiladi, pulga xarajat qiladi, falon ming dollarga klip oladi, shular qiladi. Qat'iy nazar bu to'g'risida ko'p gapirildi, lekin bu masala jamiyatda turli fikrlarni uyg'otdi va ko'plab san'atkorlar o'z munosabatini bildirdi. Xususan Samandar Hamroqulov bu borada ochiq fikr bildirib, bugungi kunda ko'plab san'atkorlar moliyaviy jihatdan oson sharoitda emasligini ta'kidladi. Uning aytishicha, aksariyat san'atkorlarning asosiy daromadi aynan to'y va marosimlardan keladi. Shu bilan birga ularning ko'pchiligi kredit asosida yashayotgani, hattoki foydalanayotgan mashinalari ham qarzga olingan bo'lishi mumkinligini qayd etdi. Haydab yurgan misol uchun yaltiroq mashinalardan ko'p kredit, qarz, juda qarzlari ko'p ko'pchiliklar. Bugungi video murojaatim Rossiyada mehnat safarida yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Ayni kunlarda musofir yurtdoshlarimiz Rossiyadan turib O'zbekistonning Humo va Uzcard kartalariga pul yubora olmasdan kurs pastligi va shunga o'xshash turli xil muammolarga duch kelishyapti. Agar siz ham shu kabi muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz, pullaringizni tezda mobil ilovasidan O'zbekistonning istalgan Humo va Uzcard kartalariga yuqori kursda osongina yuboring. Ilovani Play Market va App Store'dan yuklab oling. Shu sababli u soliq masalasida san'atkorlarning real holatini inobatga olish kerakligini ta'kidladi. Biroq u bir muhim jihatni ham alohida aytdi. San'atkorlar soliq to'lashdan hech qachon qochmaydi. Faqat bu jarayon adolatli va imkoniyatlarga mos bo'lishini istaydi. Qo'ygan ma'qul deb o'ylayman. Soliqdan qochadigan joyimiz yo'q, chunki mana shu soliqdan pensionerlarning pensiyasi, aytaylik, chegara hududlarda armiyada xizmat qilayotgan insonlarni oziq-ovqati, yeb-ichish, kiyim-kechaklari va hokazolar tayyorlanadi, qilinadi albatta shu soliqdan hammasi. Bu masala aslida kengroq savolni o'rtaga tashlaydi. Ijodkorlarning daromadi qanday tartibga solinishi kerak? Ularning mehnati barqaror emasligi, daromadlari mavsumiy ekanini hisobga olish zarurmi? Sizningcha san'atkorlar uchun alohida moslashuvchan soliq tizimi bo'lishi kerakmi? Videoni ko'ring, albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum. Mana shu soliq departamentining chiqargan qonuni yoki chiqarmoqchi bo'lgan qonuni bo'yicha juda ham ko'p san'atkorlar fikr bildirishyapti. Soliq borasida. Soliq sochishdan biz san'atkorlar, soliq to'lashdan biz san'atkorlar qochmaymiz. Hech qachon. Lekin san'atkorlarni topish manbai faqat to'y. Ular rasxod qiladi, pulga xarajat qiladi, falon ming dollarga klip oladi, shular qiladi. Qat'iy nazar bu to'g'risida ko'p gapirildi, lekin hafta to'y bo'lsagina shu pulini qoplaydi yo qoplamaydi yoki qarzga chiqadi. 2-3 yildan beri 5 yillab qarz to'layotgan san'atkorlar bor hozirgacha. Hech foydaga chiqa olmaydi bechoralar. Na albom, na boshqa, chunki boshqa topish manbai yo'q, faqat to'ydan pul topish manbai. Shuning uchun men o'ylaymanki, soliq qo'yayotgan paytda har tomonlama o'ylab, hisob-kitobini qilib turib qo'ygan ma'qul deb o'ylayman. Soliqdan qochadigan joyimiz yo'q, chunki mana shu soliqdan pensionerlarning pensiyasi, aytaylik, chegara hududlarda armiyada xizmat qilayotgan insonlarni oziq-ovqati, yeb-ichish, kiyim-kechaklari va hokazolari tayyorlanadi, qilinadi albatta shu soliqdan hammasi. Nimadan yana? Shu soliqdan albatta hammasi. Lekin bunaqa soliqni baribir qo'yayotgan paytda hisobga olish kerak. Bu har tomonlama bechora san'atkorlarni rostdan ham aytilyapti. Mana masalan, haydab yurgan misol uchun yaltiroq mashinalardan ko'p kredit, qarz, juda qarzlari ko'p ko'pchiliklar. Shuning uchun men iltimos qilardim, xohlardim shaxsan o'zim individual fikrimni bildirmoqchiman shu tomonlama san'atkorlarga ozgina yengillik qilib bersa, har holda yaxshi ijod mahsullari bo'lar edi. Chunki san'at har holda ideologiya uchun xizmat qiladigan eng kuchli qurol. San'atkorlar insonlarni tarbiya qiladi, qo'shig'i bilan, o'ynayotgan rollari, kinolari bilan tarbiya qiladi. Endi ularni o'zi faqat qarzini to'lash yoki nima desa bo'ladi, fikri xayoli faqat tirikchilik qilish bo'ladigan bo'lsa, ijod bo'lmaydi, turgan gap. Aniq ijod qila olmaydi bunaqa paytda. Shuning uchun imkon qadar san'atkorlarni ham har tomonlama o'ylaylar bu taraflarini ham. Rahmat.